millioner qilinadigan retsept bilan ulashaman. Sizlar uchun mini keks. Birinchi bo'lib tuxum 8 ta 5 tezlikda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Shakar solamiz, oz-ozdan. Yog' 800 gram. Ikkalasini qaynab qilib eritib olamiz. Mikroovnga. Toza sifatli shokoladdan foydalanishimiz kerak. Unimiz 1 kilo qabartma. Kakao, keyin 100 gram shakar. Shakar ko'pirib chiqdi. E'tibor beringlar. Suyu massamizga tuxumli massani qo'shib olamiz. Asta-asta sekin aralashtirishimiz kerak. Oz-ozdan un. Qona bo'lgan. Unlari kamochka bo'lib qolmagan. Shuna qoliplarimizga qog'ozchalar solamiz. Qolipimizga 1 sm yetmas to'ldirib solaveramiz. To'la sovorsangiz bu ish jarayonida oshadi, baland bo'ladi. O'shanda toshib chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun 1 sm yetmas quyib chiqamiz har birining ichiga. 180 gradusda 40 minut davomida pishirib olamiz endi. Domba bo'lib chiqadi.